Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 4-qismidan 1-mavzu 49-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi perimetr. Hurmatli o'quvchilar, perimetr o'zi nima ekanligini bugun sizga batafsil tushuntirib beraman. Uning uchun darsimizga diqqatli bo'ling. Demak, perimetr bu o'zi nima ekan? Ko'pburchakning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisi perimetr deyiladi va perimetr qisqacha katta P harfi bilan belgilanadi. Buni tushunishingiz uchun e'tiboringizni quyidagi rasmga qarating. Demak, bu uchburchakning tomonlari berilgan A, B, C. Buning perimetrini topish uchun nima qilishimiz kerak ekan? Qoidada aytildiki, ko'pburchakning barcha tomonlari yig'indisi uning perimetri deyiladi. Demak, buning tomonlari A, B, C bo'lsa, ularni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda perimetr hosil bo'lar ekan. Demak, P teng A qo'shuv B qo'shuv C. Endi e'tiboringizni keyingi rasmga qarating. Bunda 4 burchak berilgan. 4 burchakni perimetrini topish uchun nima qilish kerak? Perimetr degani bu ko'p burchakning barcha tomonlari yig'indisi degani edi. Demak, bu yerda uning tomonlari A, B, C, D. Perimetrini topish uchun A, B, C, D larni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, P teng A qo'shuv B qo'shuv C qo'shuv D. Tushundingiz-a? 5 burchakni perimetri qanaqa topiladi unda? Barakalla. 5 burchak perimetri teng A qo'shuv B qo'shuv C qo'shuv D qo'shuv E. Tushundingiz-a? Mana shu o'rgangan ma'lumotlarimizga ko'ra ba'zi bir misollarni yechib ko'ramiz. Masalan, birinchi misol shartida aytilyaptiki, uchburchaklarning perimetrini toping. Demak, mana uchburchagimizning tomonlari 3, 4 hamda 5 cm ekan. Uning perimetrini topish uchun biz 3 qo'shuv 4 qo'shuv 5 amalini bajarishimiz kerak. Ya'ni perimetr topishda uning barcha tomonlari yig'indisi hisoblanar edi. Bu yerda 3, 4, 5 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, natijamiz 12 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, javobimiz 12 cm ekan. Endi e'tiboringizni ikkinchi misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, teng yonli uchburchaklarning perimetrini toping. Teng yonli nima degani? Teng yonli degani uchburchakning yon tomonlari teng degani. Bu yerda mana yon tomoni bittasi 7 cm bo'lsa, ikkinchi yon tomoni ham 7 cm degani. Chunki mana so'zda aytilganki, teng yonli. Tushundingiz-a? Yon tomonlari teng degan ma'noni bildiradi bu. Bir tomoni 7 cm, demak ikkinchi yon tomoni ham 7 cm. Endi buning perimetrini topish uchun nima qilishimiz kerak? Barcha tomonlarini qo'shib chiqish kerak. Demak, 7 qo'shuv 7 qo'shuv 6. Demak, natijamiz 20 cm ga teng bo'lib qolar ekan. Endi shu joyda biz yana bir ma'lumotni bilib olishimiz kerak. Agar ko'pburchakning hamma tomonlari teng bo'lsa, u muntazam ko'pburchak deyiladi. Tushundingiz-a? Masalan, uchburchakning hamma tomonlari teng bo'lsa, biz bu uchburchakni muntazam uchburchak deb atar ekanmiz. Tushundingiz-a? Yaxshi. Muntazam ko'pburchakning perimetrini osonroq topish uchun nima qilishimiz kerak? Muntazam ko'pburchakning perimetrini osonroq topish uchun bir tomon uzunligini tomonlar soniga ko'paytirish kerak. Masalan, quyidagi rasmda 5 burchak berilgan. Mana shu muntazam 5 burchakning perimetrini topish uchun uning hamma tomoni A ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 5 burchakmidi? 5 burchak. Demak,
5 ta ani qo'shib chiqishimiz kerak. Buni qisqaroq shaklda qanday yozishimiz mumkin? Ha, P teng 5 ko'paytiruv A. Yuqoridagi qoidaning mohiyati ham shunda. Muntazam ko'pburchakning tomonini uning soniga ko'paytirish kerak. Tomoni uzunligi A ga teng, soni esa 5 ta. Shuning uchun 5 ga A ni ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu bizda perimetrini hosil qiladi. Tushundingiz-a? Demak, e'tiboringizni keyingi misolga qarating. 4-misol. Shartida aytilyaptiki, teng tomonli uchburchakning perimetri ma'lum. Tomonlarining uzunligini toping. Demak, teng tomonli uchburchak deyapti. Hamma tomoni teng. Masalan, A. Perimetri 24 ga teng ekan. Uning tomonini topish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, hozir perimetr deganda hamma tomonini qo'shib chiqishim kerak edi. Ya'ni 3 ta A ni qo'shib chiqishim kerak edi. A qo'shuv A edi. Buni qisqaroq qilib qanday yozamiz? Ha, 3 ko'paytiruv A qilib yozamiz. Mana shu 3 ko'paytiruv A ni javobi 24 detsimetr chiqqan. Ya'ni 3 ta tomonning yig'indisi 24 chiqqan. Bitta tomonni topish uchun nima qilish kerak unda? Ha, 3 ga bo'lish kerak. Demak, 24 ni, ya'ni perimetrini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bitta tomonining uzunligi kelib chiqadi. Demak, bizda bitta tomonining uzunligi 8 detsimetrga teng bo'lib qolar ekan. Endi e'tiboringizni 6-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, uchburchaklarning perimetri va ikkita tomoni ma'lum. Noma'lum tomonining uzunligini toping. Demak, uchburchagimizning tomoni 10 cm, 6 cm va x cm va perimetrimiz bizda 24 cm ga teng. 3-noma'lum tomonini topishimiz kerak. Bu yerda nima qilamiz? Ha, perimetrini topish uchun uchburchakning barcha tomonlarini qo'shib chiqishimiz kerak edi. Demak, biz x qo'shuv 6 qo'shuv 10. Mana shu bizda perimetrini beradi. Perimetri bizda 24 ga teng edi. Demak, x qo'shuv 6 qo'shuv 10 24 ga teng bo'lib qolar ekanda. Ha, endi mana shu tenglamani ishlashimiz kerak. X qo'shuv 6 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak, 16 hosil bo'ladi. Barobar 24. Endi bu yerdan x ni topish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, qo'shuv 16 tenglikning o'ng tomoniga teskari ishora bilan o'tar edi. Ya'ni ayirish bo'lib. Demak, bu yerda 24 dan 16 ni ayirishimiz kerak ekan. Shunda x ning qiymati 8 cm ga teng bo'lib qolar ekan. To'g'ri ishlaganligimizni tekshirish uchun x ning o'rniga 8 ni qo'yib ko'ramiz. Demak, 8 qo'shuv 6 qo'shuv 10. Natijamiz 24 ga teng bo'lyapti. Rostdan ham 24 teng 24 hosil bo'ldi. Demak, bu misolni to'g'ri ishladik. Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. 7-misol. Shartida aytilyaptiki, ushbu to'rtburchaklarning perimetrini toping. Perimetrini topish uchun nima qilishimiz kerak edi? Ha, perimetrini topish uchun u shaklning barcha tomonlarini qo'shib chiqishingiz kerak edi. Bu yerda to'rtburchagimizning tomonlari 3 cm, 4 cm, 2 cm va 4 cm. Bularni birin-ketin qo'shib chiqamiz. P teng 4 qo'shuv 2 qo'shuv 4 qo'shuv 3. Natijamiz nechiga teng bo'ladi? 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 6 ga 4 ni qo'shsak 10, 10 ga 3 ni qo'shsak esa 13 hosil bo'ladi. Demak, javobimiz 13 cm ga teng ekan. Endi e'tiboringizni 8-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, to'g'ri to'rtburchaklarning qarama-qarshi tomonlari teng bo'ladi. Quyidagilarning perimetrini namunadagi kabi toping. Ha,
to'g'ri to'rtburchakni qarama-qarshi tomonlari teng ekanligini bizga eslatib o'tyapti. Demak, bu yerda mana to'g'ri to'rtburchagimning eni 22 sm ga teng. Xuddi shunaqa pastda ham uning uzunligi 22 sm ga teng bo'ladi va bo'yi 7 sm ga teng bo'lsa, narigi tomoni ham 7 sm ga teng bo'ladi. Endi buning perimetrini topish uchun nima qilamiz? Ha, 2 ni dastlab 22 ga ko'paytirib olamiz. Bu bizga osonroq usul hisoblanadi. Demak, javobimiz 44 ga teng bo'ladi. 7 santimetrlik tomondan ham ikkita bor. Shuning uchun 7 santimetrni ham 2 ga ko'paytirib olamiz. Natijamiz 14 santimetrga teng bo'lib qoladi. Endi buni perimetrini to'liq topish uchun 44 ga qo'shib olamiz 14 ni. Yakuniy natijamiz 58 santimetrga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingiz-a? Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. 11-misol shartida aytilyaptiki, kvadratlarning perimetri berilgan, tomonlarini toping. Xo'sh, kvadrat deganda nimani tushunasiz, hurmatli o'quvchilar? Ha, kvadrat degani bu hamma tomoni teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. Demak, bu kvadratimizning hamma tomoni teng, uning tomonlari 4 ta. Mana shu 4 ta tomonini qo'shib chiqsam hozir 60 cm hosil bo'ladi. Demak, bitta tomonini topish uchun nima qilish kerak? Ha, 60 ni 4 ga bo'lib olish kerak bo'ladi. Shunda natijamiz 15 cm ga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingizmi? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.